Hurmatli kuzatuvchilar, o'g'il bola Allohning ne'mati bo'lar ekan, qiz bola esa Allohning rahmati bo'lar ekan. Qiz farzand emasmi? Mana shu videoni bitta ko'ramiz, fikrlarni izohlarda qoldirasizlar. Qilib qizingiz o'g'il tug'sin deb sapa. O'g'il tug'sin deb turibman men. Olma qiz tug'sa bilib qo'ying, o'zim bilaman. Qutlug' bo'lsin, nevarali bo'ldinglar. Nima ko'rdi? Salom, xudo xohlasa. Nimaga qiz qilardi? Xudoim berganida endi. Qiz bola ham Allohning bergani topa, unchalik bormaysiz, tug'ishim osonmi? Bu yoqqa bordik, davoladik. Bu yoqqa bordik, davoladik. Ajratasiz. Yashamaysiz. Yo'q, uni demak qizlaringiz qanday chiroyliligini. Bosh xotinda deydiganmiki, men seni demayman bilib. Yo'q, men seni demayman. Betagizni necha berasiz o'g'laman. Men nevaram bo'lmadi, yonib o'tiribman. Nima ko'rsatayman sizga? Itdan bo'lgan bola qurg'onliqqa yaramaydi. Bitta bolaga chek aliment to'labsiz. Shunaqa To'laydi. shunaqa to'laydi. Qonunsiz tomonda, dinsiz tomonda. Buni o'g'li gerillagan bilan immunitet past ekanda, immunitet past erkakdan qiz tug'iladi. Bo'shashma, nima bo'shashasan? Nima bo'shashasan? Asabimga tegdi. Bu men ketdim, men bor aralashmayman. O'zini hayoting. Menga qizig'i yo'q. Ayting, kelgan afsuslanasiz. Bundaqa bolalar